Ronaldo Mr. Beast bilan tashlashib qo'yaman dedi. Solaman deding-a? Yirtvar uka. Ronaldoga ham ishonchim bor ama. Ronaldo ham yaxshi bola. Prosta uni bo'yini kichkina qilib Messidaga qilib qo'yibdi-da, bo'yini qaranglar. Kim yutadi deb o'ylaysizlar? Chat, qani bir ikkalasini urishtirib ko'rsak. Davay, solinglarchi. Hop, boshlandi. Ronaldo, sen strikersan, varatalmas, ur buni. Qani jangda kuzatamiz nima bo'ladi? Mr. Beast ham bo'lmayapti, bu Ronaldo ham bo'lmayapti-ku. To'xta, mashetiga to'xta senlar. Men Konorni chaqirmasam bu betiga to'xta. Konor, qanisan, kazopat ke. Uka bularni urmasang bo'lmaydi. Bir nima qil ikkalasini ham bular haqiqatda YouTuber ekan, xolos urishdi, umuman bilmas ekan. Menga unaqa qarama, ur dedim mana ularni. Tentak men emas, bularni dedim. Bor solani u ikkalasini. Ashilardir, mana Mr. Beast birinchi zarbani qabul qilib oldi. Ronaldo dumalama. Reputatsiyangga zarar yetkazyapsan hozir, minus keltiryapsan. Yo, Ronaldoni hurmat qilaman, lekin u urushmayapti-da, qaranglar bu. Voy, tashama unaqa simulyatsiya ishlatma. Ronaldo varatalmasi-da, chat. Chat deyman, lady bilan gentleman. Voy. Qarama Konor bularga solibga. Voy, Ronaldo tep boryapti. Unaqa chap berma. Mr. Beast bilan Konor ikkalasi buni yirtib yuboryapti Ronaldo'ni. Uzr edi. Endi keyingi safar Messini qo'yib beraman endi. Messini qo'ygani ham odam hijolat bunaqa holatiga endi. Qo'lim ham qon bo'pti. Konorda qoni bu. Oy, boshingni satrazina qilib qo'yadi. Voy, bechara Ronaldo tepkilar orishyapti-yu. U tanimadan qo'yaryapti-yu. Bu Ronaldoning ismini esdan chiqarib, voleybol o'ynaydigan qo'yarasizlar. Ye. Davraga tushganni qo'tirib, ko'tingni qisib o'tirib qo'yaryapti. Voy, dod.